orqadan chang haydab chiqaryapti. Davoshlari o'zgardi inshaalloh. Hop, bu Jack avtomobilimizning o'zida ikkita katalizator bor ekan. Birinchisi motordan tushgan qismi bu bo'lib turib, undan keyin ikkinchisi ana bu qism bor. Buni ichi bu bo'sh pustoyligini hisobiga zirillash paydo bo'lib qolgan. Buni plamaga sitilib turib, ichiga shumanjara solib, chiroyli qilib zavodskiy holatga olib kelib qo'ydik. Undan tashqari dovush balandlik bo'layotganini yo'qotish maqsadida Cobalt'ni zavodskiy J modelini qo'yib berdik yana. O'zining pechatlari bilan turibdi. Rezonator o'rnida. Buning asosiy vazifasi o'tkazuvchanlik. Undan keyin hop, o'zimiz seximizda ishlab chiqarilayotgan glyushiterlarimizni ana qo'yib berganmiz. 1 yil garantiyasi bilan ishchi sifatiga baho berib, yulashlarni qizartirib berasizlar. Kimga shunday xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, Glyushiter Andijonga murojaat qila olasizlar. Bu videoni Jack avtomobilida Glyushiterda muammo bo'layotgan tanishlarga jo'natib qo'ying.